Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalal-ı Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün yanıla Ebu Cafer el-Mensur'unki hayatındaki derslerimiz devam etiyordü. Bugünkü bu bölümde Mensur'unki mundaq bir vaqalik bayan kılınıptı. Yani şükürge vaxtidiki bir boğan vaqalik hem de. Bir neçe yollardan, rivayetlerden deyilişçe Mensur'a bir otçı, yani bir çevendazını çıkıştırıp da başkalar. Bunu orada kilişki teklif kılgan iken şu jarayanda Mansur şükürüp demdi. Şükürgendeki bununla bu çevendaz yerhamukallah degan gapni qilmabdim-da. Şonda Mansur so'rabdi, "Nima ish qilibda demaysan?" degandan sen chunki alhamdulillah demiding emasmi debdi. Hem şükürge dedim elhamdülillah degan vaqtida qarshi taraf ondan yarhamkullah deyish kerak. Shuning bilan Mansur debdi, "Men ishimni dedim" degandan odamni "Men ishimni sana rahmat o'qidim" debdi. Degandan Mansur shuna qilibdi, "Ishing qayt bo'pti. Sen menga bunda o'z xotir qilmagan ayminmagan yerda boshqalardan mendan boshqa odamdan cho'qim ayminmaysan. Ya'ni sen to'g'ri, durust odam kelsa demoqchi-da." Yani bir vaqalikda hamda qozi xalifani chaqatib, xalifaning ziniga sud pichibdi-da. Numayril Madani degan odam shunaq degan. Mansur Madinaga kelgan dedi. Muhammad ibn Imron al-Talahi degan odam Madinaning qozisiga. Shu vaqtida men kotib edim dedi Numayril Madani. Bir qism tuguchilar ma'lum bir ishda Mansurning ziniga yordam berdi dedi boshqalarga. Hozirgi paytda masalan taksichilar bo'lgan o'xshash shu vaqtida tugachilar bo'ldi ekanda taksichilarning o'rnida. Shundan Mansur meni hamda bir xat yozishga buyurdi dedi kelishga. Va ularga insof bilan adolat bilan muomala qilishga buyurdi. Numer dedi-da, ya'ni numer nima qozi Muhammad ibn Imron Numayril Madinaga debdi. Sen qozi nimaga xalifaga xat yoz, kelsin. Aşularning haqqini bersin, yani insof bilan muomala qilsin demoqchi. Shundan men hamda meni unda qilmagan avatmagan desam, unmadi yani shu ruxsat qilmadi-da. Majbur xat yozdi. Bu odam aymingan gap hamda Numayril Madani. Shundan xatni yozib pechatlab yana shunaq debdi-da qozi. Bu xatni sen cho'qim sayab bursa dedi. Shundan Rabbining qishig'i bordim dedi. Onun üstüne kirip ondan çıketti-de ve kişiler mundaq dedi. Emirul Mu'minin sizler mundaq deydi o. Men bugün bir sot işığa men çaqırtılıptı-mı? Men bilen hiç kim men bilen birga qopmasin dedi. Rabbi degan adamning uyi chiqqan bo'lsa kerak-da, shu uyda bo'layotgan vaqalik bo'ldi. Men bilan birga bormisin demoqchi. Ondan xalifa bilan Rabbi bir keldi sot maydoniga. Qazimi ondan tutmadı. Belki radayisini yişitip, putqullarını bir-biriga bağlap azad otlar dedi Qazimi. Gözge milip koymadı. Çünkü dava aldı beraber de padişah bilen puhra. Adı davagarlarını çakırıp ben mesela özünün davalarını baştan bayan kılıp öttü. Sonra sotçu halifinin zinaga davagarlarının paydasıga hüküm pişti. Bu işini bükava vaxtıda Qaziga Mansur mundaq depti. Allah senin dinin kartta yaxşı mükafatlarını bersin. Men sana 10.000 dinar pul beray dedi. Yani qazimi memnun bo'ldi bu yerda bu sotçudan adalati dedi bu yerda. Agar mesela menda bir eyminib yoki sotning to'g'ri pichmay mesela shu ya podshoh taraf bulab qilgan bo'lsa balkim nazardan tushishi mumkin borliqda. Yaloqchilik qilma degan gapda hamda bundaq bitqa ya xushamat qilma degan gapda. Muhammad ibn Habs al-Ajali degan kishini rivoyat qilishicha, Abi Dulama degan kishiniki bir qiz tug'ilibdi. Mansurning qishig'i berib aytsa, buningga xabar berib mundaq bir she'r o'qibdi. Agar quyoshning ustida sexliq mardlik o'tlagan bo'lsa, mard kishilar o'tlagan bo'lsa, ey Ali Abbas, sizlar o'tiranglar deyiladi dedi. Agar quyoshning ustida mard odamni o'tirishga nisb bo'lsa, Abbas ailesi otağı buladı. Yani bu arkalık sehe dep manda padişahını bir kılımda huşamet kılıvadı da hem de saray şairleri şekilde.
Bu quyoshning sho'lisida hammanglar osmonga chiqib, sizlar eng isil yoki kishilarning eng sex mardlari bo'ladinglar deb she'r o'qibdi. Shuning bilan Abu Dulayma bir xarita, bir do'stxondak narsani echibdi-da, men siz nim bu desa, buning ham sen bergan narsani shunga to'kima degan ekan. Buningga darham beringlar degan ekan, shu 2000 darham pul bergan dedi. Abi Ja'far al-Mansurniki nazarida dunyodagi eng huzurliq, eng lazzatli ish nima degan vaqtida san'at bilan hadis rivoyat qilish. Masalan, palani pustanidan, pustani palanidan, palani pustanidan payg'ambar islomdan degandek bunda san'atlik rivoyatlarda mushu nayt huzurliq ishkan. Abi Ja'far al-Mansurga nisbatan. Demisim shundaq payg'ambarimizningki bir so'zni bir san'at bilan kim kimdan anglagan, kim so'zlab bergan shu shaklda deyish bu haqiqatan huzurliq ish. İmanның huzurini ta'min etadigan vaqtida bu ajoyib huzur bu. Muhammad ibn Salam al-Jumhi degan kishi rivoyat qilinsa, Mansurga mundaq debdi. Bir dunyoda esa erishmagan, huzurni surmagan bir lazzatmi bormi deganda birsi qoldi debdi. Am u bo'lsa-mu, men shuna bir sahnada o'tirsam, atrofimda hadis olimlari yoki hadis o'rganganlar bo'lsa, ay yozgan adam kimning ismini desam, Alloh rahmat qilsin deb. Palon pustanda rivoyat qilgan Alloh rahmat qilsin deb mushta deb turadigan bo'lsa, shuning bir huzurini sursam deyman. Degan ekan shu odam deydi, aytsa bu odamniki anjuman so'rindoshlari, vazir huzuralarining bollari daftar qalamlarni ilib kelishibdi. Endi bizim ama etrafida o'tirsak, bu odam bir so'zlab bersa deb. Yani kim Abu Ja'far al-Mansur dedi, sizlar emas ular. Men huzur es qilgan odamni sizlar emas. Ular bo'lsa dedi, kiyimlari oddiy sadda, bir xil ko'rimsiz, putlari yaralangan, sochlari uzun, jiroq jutlardan kelgan. Shu jiroq to'liq demakchi, ya'ni kiyimleri her xil o'xshamaydigan bir jutma emas demakchi. Bular mesela şu hadisni yutkaydigan. Bunda degine hadisni jutlarga taqtadigan mushundaq kishilar. Bunda degine bu yerda bu Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki bu sunnatini tunuydigan, bu ilmi taqtadigan kishilar dunyolik g'arizini tuvan bo'lgan, o'zi zoid bo'lgan. Dunyolik tamasi, mensep tamasi, dünya tamasi nayet çeklik bo'lgan odamlar. Öz nayet kishilarga nayet yaqimsiz, ko'rimsiz ko'rinadigan, kiyinishleri nayet oddiy sadda, yurishleri nayet bek oddiy sadda, munosabatlari nayet e'tiborsiz, kishilarning bek ko'ziga diqqat tortib ketmaydigan demakchi-da. Endi Abdusamad Ali degan kishidan deyishcha, Abdusamad Ali tog'isi o deyman Mansurdanki. Bu Mansurga mundaq debdi. Men shundaq jazo azob bilan hujum qildim. Sen bir afini anlamagandek qilsan deb bir kinoyalik gapkan bu. Deganki Abu Ja'far al-Mansur debdi, chunki Bani Marvanning so'ngaklari sesimidi. Bunda degene sen apu qilmamsa boshqalarni demakchimda. Apulik kamirda taqamamsa desa, texe Bani Marvanning so'ngki chermidi. Biz antiq derdimiz yani ba işimiz texe boşluğunu yok demekçi. Abu Talib ailesinin kılıçları tık kınık kirgini yok kılıpıga dedi. Bu arqılıq bu adam texe özünün siyasetdeki qattiq qo'lliqni o'zgartmaganlikka chiqib turibdi. Biz texe bir bilik kishilarning orasida bilib qo'ying. Tunigan biz bozorda xalqning orasida yuradigan bir oddiy odamlar to'q. Bugün biz xalifaga aylandik. Onda bo'lganken biz tuniganki holatimizni bilgan odamlar bizdan ansirmaydi. Ya'ni ularning dilida bizning hayotimizdek o'rin topmadi deydi ular deydi. Faqat bizning hayotimizni bilish uchun biz apuni unutib azob oqibatimiz, qamchimiz keskin bo'lishi kerak deydi. Buni aytdi bir xil kuchli bir siyosiy xalifa ekanda shuni qirg'a vaqtida. Yunus ibn Habib degan odam shunday deydi. Ziyad ibn Abdullah al-Harisi Mansurga xat yozibdi. Ondan endi ma'lum bir maoshni yoki azroq beriladigan iqtisodni bir oshirib bersa deb. O kitobda nayat xatida nayatlik mubolig shaklda
Hali Ravurs yezipdi-da buni to'shqizib. Hamda Mansur shu qissada bunda bir yezilgan xatnashlik bir qissaga ko'z tushib, bir boylik bilan qanoat yoki o'zining turmushiga yetkidek mol dunyo bir odamda bo'lsa, bu odamni bu bir xil kibrlik yo'g'on chiqib qo'ydi. Amirul Mu'minin shuni sana g'amxo'rlik, shafqat qilib, sen azroq bergan, sen ba qanoat qil deb xat yozgan deydi. Chunki bu mo'chan purishda bu six emas. Muhammad ibn Sallam degan odam shundoq deydi. Mansurninki bir dediki hamda Mansurning ustida bir kiyimni ko'rib qopdi-da, u kiyim jutuq hamda. O dediki debdi, xalifaning ko'ynakimi mushtaq jutuq, to'llari jutuq turamdi desa, Abu Ja'far al-Mansur debdi, "Voy sana. Ibn Haramaning tövendagi so'zni anglamaganmiding?" deb, bu she'rniki mazmuni yigit o'zining sharifini deydi. Ridasi chirib ketgan, sat bo'lsa-mi, ko'nglikning yanchiqi quruq, yamoq bo'lsa-mi, o'z sharifini topa oladi degan. Ya'ni demakchi o'g'lim, men bir yigit bu kiyimni masala emas, mening yurkamda demakchi bo'lsa kerak. Hamda Mansurniki bir to'g'ri qilgan bir laylaychi bilan bo'lgan bir voqealigi. İmam Askari rahmetullah alayhi o'zining Avoil nomli kitobida Mansur shu Abbasiylar oilasi ichida Abdulmalik Umayyalar jamiyatida qanday bexil bo'lgan bo'lsa, Mansur shunday bexildi dedi. Sonra ba'zi kishilar Abu Ja'far Mansurning ustida bir yutuq ko'ynakni ko'rib qopdi-da, bu Abu Ja'far Mansurni podshoh turib kambag'allik bilan sinagan, Xudo ayb nuqsondan pok deb ta'nilik bir kinoyalik gapni qilibdi-da. Shuning bilan Sulaymul Hadi bu gapni hamda laylayga o'qib, g'azalga o'qibdi hamda. Hatta buningga shu ohang cho'gizib qilibdi-da. Bu ohangning yiqimliqligidan shu to'gidan yiqib tushkil tosh qolgan dedi. Shuning bilan yerim dirham pul bergan dedi buningga. Shu qadar nihoyat bexil odam ekan-da. Bu kishi shundoq deydi, men Hishamga deydi, laylaychi-da, to'gi vaqtida laylaychi. Men Hishamning ayni vaqtida işte laylayni o'qigan deydi, to'gilarni haydab, men 10 mingni bergan degandan keyin o adam debdi-ki, sen onu Beytalmaldan berishi mumkin, sana davlatning bildi berganiga ayta jiq birdi uni debdi-da. Sonra oxirida Rabi, pulni elib ola, uni pulni elib olgan odam qo'ygana unga debdi. Shuni ola xayra pulni elib olgandan keyin bu odam shu berib kelishga bimo'chansiz, ya'ni shu pulsiz laylay o'qib tugay deb bergan dedi. Hech nima bermagan demakchi-da.